Agar ayol 2 oy davomida Orzax kollagen peptid mahsulotini ichsa, nimalar sodir bo'ladi? Birinchi 15 kunlikda teringiz ichkaridan yumshay boshlaydi. Avvallari kremlarsiz yura olmasdingiz, endi esa yuzingiz tabiiy namlikni ushlaydi. Sochingiz to'kilishini esa sezilarli darajada kamayganini his qilasiz. 30 kun ichida esa yuzingiz tiniqlashadi. Ko'z atrofidagi qora dog'lar esa kamayadi. Sochingizni taraganingizda esa taroqda avvalgidek soch doralari qolmaydi. 45 kundan keyin esa ajinlar sekin silliqlashadi. Ayniqsa peshona va ko'z atrofida. Yuzingiz makiyajsiz ham tiniq va toza ko'rina boshlaydi. So'nggi 5 kunlikda esa yuzingiz sezilarli darajada yosharadi hamda atrofdagilar "Yosharib ketibsizmi?" deb so'rab boshlashadi. So'ng atrofdagilar "Sizdan nima ichyapsiz o'zi?" deb so'rashni boshlaydi. Agar siz ham sifatli va samarali teringizni yoshartirmoqchi bo'lsangiz, Orzax kollagen mahsuloti aynan siz uchun. Mahsulot haqida batafsil ma'lumot olish uchun kommentariyaga kollagen so'zini yozib qoldiring hamda direktingizni tekshiring.